Hammaga assalomu alaykum. Mana bu kuchugimiz o'zicha endi o'ynayapti-da men bilan shunaqa qilib. Bu yoqqa ket desam yo'q deydi. Kelmayman deydi. Qaranglar qanaqa, shunaqa yomon, bir joyda turmaydi. Keyin mana ishga ketyapmiz, dadam olib ketyapti bizni. Endi yo'lga chiqdik, уже mana уже burilyapmiz. Men bu yerda men o'zimni tirnoqlarim bilan yangi olgan uzugimni maqtanyapman, bu yerda yo'lni maqtanyapman sizlarga. Ko'rganinglardek. Juda uzoq emas, bizni o'sha ishga boradigan yo'limiz, ozgina masofa. Mana уже ishga yetib keldik. Bizni xurmo marketimiz уже razvorot bo'lyapti. Men bu yerda o'zimni qoraygan prilogimni ko'rsatyapman sizlarga. Mana bu chiroyli machet. Magazinga kirdik, magazinning ichini oldim va ertalab har kuni qiladigan narsam bu svetlarni yoqish albatta, и холодильнигimizni tokini tiqish. Birinchi marta ozuchkali video olganim uchun sal-pal adashim mumkin. Endi bu yerda estetikali böyle estetichni video bo'lishi uchun endi mana pardalarni ko'tarib qilyapman-da. Bu yerda mana ko'rsatyapman, do'sib, hamma joyda hamma narsa yotibdi. Keyin bu yerda bitta pizzani bitta so'g'ib qolgan, o'shani yeb bo'lgandan keyin уже уборкani boshlayapman. Уже bu yerda hamma joyni shipirib toza qilganman. Faqat changlar qolgan, changlarni dedim men video olyapman, sizlarga bir chang artishimni videoga olay deb. Mana shunaqa qilib changlarni artib chiqyapman. Endi hammasini tagini ko'taribdi endi baribir. Bo'lmasam videoda bo'lmasa edi, bularni tez-tez ustidan taqir-tuqir qilib artardim deb aytib hazil конечно. Har doim shunaqa toza saqlashga harakat qilaman. Bu yerda atirlarimiz joyini tozalashga harakat qildim, chiroyli qilib tozalab oldim. Bu yerda endi har kuni tozalaganim uchun uncha chang bo'lmaydi. Bu yerda endi pechonlarimizni maqtanib o'tyapman-da, endi bizda bu yerda xurmolarimizni bir maqtanay deb. Mana top toza, hamma joy akkuratni sevaman, shunaqa akkuratni bo'lishini rostdan. Keyingisida xurmolarimizni folga qilyapman. Уже mana ko'rsatyapman. Bu yerda endi o'zimga kurtoyman-da, endi konditsioner sovug'ini yoqyapman. Tashqari soat ertalab bo'lishiga qaramasdan ham juda issiq. Endi bu yerda hozir tushiryapman gradusni. Sovuqqa qo'ygandan keyin 16 bo'lsa yaxshi. Muzlatadi hamma joyni. Mana ishim ham tugadi. Endi klientlarni kutishiga, kelishiga tayyorman. Paka-paka.